Mana bu o'zaro do'stlik g'alaba qozonadigan musobaqada hammalaringga omad tilaymiz. Bir yaxshi, eng kuchli odam, eng kuchli jamoa g'alaba qozonishini tilab qolamiz. O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazar hazratlarining tashabbuslari bilan o'tkazilayotgan sport musobaqasida ishtirok etib turibmiz. Payg'ambar alayhisolatu vassalomning bir hadislari borki, kuchli, baquvvat mu'min musulmon Alloh taologa kuchsiz mu'mindan ko'ra yaxshiroq va mahbubroqdir deb payg'ambarimiz marhamat qildilar. Ushbu hadisni sharhlagan shorihlar aytishadiki, mu'min musulmon inson ham jismonan, ham ruhan baquvvat bo'lishligi Allohning muhabbatiga sazovor bo'lishlikka sabab bo'ladi dedilar. Sport musobaqasida barchalaringizga omad tilaymiz. Maydon tanlash sizda. Nima Namangan viloyati diniy soha vakillari sport musobaqasining shashka, shaxmat, stol tennisi hamda voleybol sport turlaridan munosib ishtirok etishdi. Albatta bu diniy soha vakillari nafaqat bu diniy sohada, balki mana shu sport sohasida ham o'zlari nimalarga qodir ekanliklarini ko'rsatdilar, unga amin bo'ldik. Bu musobaqamizning shashka turida munosib ishtirok etib, mutlaq birinchilik o'rinni egallagan Tojibayev Og'iljon domlamiz Davlatobod tumani shaxmat turida Ne'matullayev Ulug'bek domlamiz davlat taklif etamiz. Faxrli birinchi o'rinni egalladilar. Sportning stol tennisidan munosib ishtirok etib, faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritgan Chust tumanidan Tojiddin Ibrohimjon domlani davlat etamiz. Muborak bo'lsin. Qimmatbaho sovg'alar hamda faxriyorlik bilan taqdirlandilar. Sport turining voleybol turidan munosib ishtirok etib, barcha tumanlar ichida alohida ajralib turgan o'zlarining kiyimlari, o'zlarining harakatlari, jamoaviy holatlari bilan ajralib turgan birinchi o'rin sohibi Pop tumani vakillaridan davlat etamiz. Marhamat.